Ha, turibsanmi so'llayib? Yo'l ishingga tashab qo'yaman. Ha, rasmdan chizib yuribsanmi? Rasmlar, ha. Sen uchun bu rasmlar. Men uchun bu butun umrim meni. Bu meni hayotim. Mana shu rasmlarni chizish uchun men chet ellarda o'qib kelganman, bo'ptimi? Rasmlarmish. Ha, o'rtoq hazillashyapman. Bilaman, ishing ustasisan. O'xshayaptimi loyihalaring? Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Sizlarga Yashil makon baraka loyihamizni taqdim etamiz. Marhamat, Alisher aka. Ha, bugun yangi proyekt ko'rsatishimiz kerak. Olishsa yaxshi bo'lardi. Ha, olishadi. Sen harakat qilavergin. O'rtoq, yashaging keladi-da. Qaragin, bizani yoshda bola nimalar qilib tashyapti. Qachon bizada bo'ladi bilmadim. Beraman desa hech gap emas. Bittada beradi, eplolmay qolasan. Eplayman. Mana shu loyihamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Pulim bor-de, cho'ntingni ko'lamagin. Tirikchilikdasan-ku. Ya qochi. To'xta, pulim bormi o'zi? 100 ming berib turaqa. Mayli. Oylikda berib yuborarman, xo'p. Bo'pti. Ha? Tabriklayman. Loyihamiz o'tdi. Voy, gap yo'q. Bu hali hammasi emas. Ha? Ular sizni ishga taklif qilishyapti. Loyihani boshida o'zingiz bo'lishingizni xohlashyapti. Mana kontrakt. Summaga qarang. Juda ko'p u. Tayinlaning, Gulistonga ketasiz. Sirdaryoga. Meni Gulistonim 19 yoshimda yaqinda qaytaman deb xatladim ostona. Meni Gulistonim o'zingdan boshlanadi butun dunyoga yetgan dostonim. Meni Gulistonim birinchi muhabbatim, birinchi to'kilgan qonim. Meni Gulistonim, meni Gulistonim. Men izladim uzoq izlarim uzun yo'l. Yozaman deb muzon izladim o'zimni. Topaman deb sevgi muzladi bu ko'ngil. Topdim lekin bu imkoniyatim so'nggi. Men shu yerda topdim deb o'ylagan edim do'stlar. Har kuni barma-bar yuram qonim meni. Labi aka? Qale, o'rganib qoldingizmi? Ha? Yarim yil bo'ldi ishlayotganingizga. Ijarada yashayapsizmi hali ham? Ha, ijarada. Keling, mana bunaqa qilamiz. Do'stim bu yo'lingdan qay. Men rahbariyat bilan gaplashdim. Kompaniyamizga tegishli uy bor. O'sha yoqqa ko'chib o'ting. Ijarada yashamang. Voy, rahmat aka. Keyin Kerakmi shu arzon hayb. Ay. ishxonaga mashina oluvdik. Shuni siz haydang. Hayb. Qanaqa mashina? Shu arzon hayb. Do'stim bu yo'lingdan qay. Ertalabmi kechki pay. Yozayotganingda o'yla. Kerakmi shu arzon hayb. Ada haydashimga mashina, yashashimga uy berishdi. Xullas hammasi zo'rada. Juda yaxshi bolam. Odamlar yomonlik xursandman. Yomonlik nimani bildiradi? Kommentlarning ichini tutadi. Ko'radi kimni qattiq tutadi. Sekin asta gapga qo'shiladi. So'zlarini balo deb biladi. Ko'chada bilmasdan ko'rishgan. Faqat shoshilma. Ha. Hovliqma bolam. Alisher yurish-turishi o'zgarib qolgan. Hamkasblari ham shikoyat qilyapti. Bilishimcha, maishatga ham berilib qolgan ekan. Xullas, kompaniyamiz qadriyatlariga zid ishlar qilayotgan ekan. Ha, yo'q-e. Jahlimni qatqadir ishlatishim zarur. Shu aka menimcha ko'p erkalatib yordik-da buni. Alish, Hayb, kerakmi shu arzon hayb. o'rtoq bormisan? Ha, yaxshimisan? Qalaysan, ishlaring yaxshimi? Ha, normal. Toshkentdamiding? Aytmaysanmi? Telefon qilsa olmaysan ham. Tuzummisan ish qilib? O'rtoq, odamlar kutib turuvdi. Keyin o'zim telefon qilarman, bo'ptimi?
Mayli, xo'p. O'zing ehtiyot qil. Bo'pti. Iye. Nima qilyapsiz xonamda? Ha, kecha ko'payib ketdimi? Men bora qolay-a. O'tiring. Gap bor. O'tgan safar siz bilan kelishib oldik deb o'ylagandim. Aka faqat hayotdan nasihat qilmay, yoqmayapti hozir. Berilgan imkoniyatlarni ko'tara olmadingizmi? Og'irlik qildimi? Imkoniyatda xuddi siz bergandek gapirasiz. Nimaga erishgan bo'lsam, o'zim mehnatim bilan erishdim, aka. O'zidan o'zi bo'lib qolmadi. Eshak semirsa egasini teparkanda, ha? Shunda men eshak bo'lamanmi hozir? Aka, bu loyiha Sirdaryoda bitta va yagona. Va uni men qilganman. Shuni unutmang. Men bo'lmasam, eplolmaysizlar. Bo'ptimi? Siz charchabsiz. O'zingizga kelib olishingiz uchun oxirgi imkoniyatni beramiz. Ozgina shamollab dam olib keling. Boshqacha qilaylik. Men keta qolayda va tomosha qilay. Men siz nima qilar ekansizlar? O'zingizlar yalinib kelasizlar. Bir qadrim bilinsin. To'xting. Ertaga uyni bo'shatib qo'ying. Mayli. Mashinani kaliti. Yetib keldik aka. Assalomu alaykum ada. Bolam. Va alaykum assalom. Ada. Aytishadi-yu, pul odamni o'zgartirmaydi. U uni aslida qanaqaligini ko'rsatadi deb. Demak, men yaxshi inson emas ekanman-da-ya. Unaqa dema bolam. Darrov kimnidir yomonlashga shoshilmaydi. Senga hammasi birdaniga kelib qoldi. Shuning uchun sen shoshib qolding bolam. Imtihondan yiqilding. Imtihon? Ha, imtihon. Kimdir yo'qchilik bilan sinaladi, kimdir to'qchilik bilan. O'shanda to'g'ri aytgan ekansan. Eplolmay ham qolar ekansan. Mendan xafa emasmisan? Xafa emasman. O'rtog'imsan-ku. Adashganda yuz o'girgan do'st qanaqa do'st bo'ladi? Lekin men hamma narsamni yo'qotdim-da. Yana adashyapsan bolam. Bu dunyoda hech narsa seniki emas aslida. Hammasi omonat. Moli dunyo ham, lavozim hammasi vaqtinchalik. Hech birini saqlab qola olmaysan. Lekin bitta narsani saqlab qolishing juda muhim. Bu seni qalbing. Shuni pok saqla bola. Dunyo matohlaridan pok saqla. Endi nima qilyapti? Endi nima qilmoqchisan? Hammasini boshidan boshla. Faqat bu safar to'g'ri boshla. Aka, men juda ham xunuk ish qilib ketdim. Afsusdaman. Sizlardan uzr so'rayman. Odamlarga mansabing bilan emas, insoniyliging bilan yaqinlash. Hammasini mana bu yeringdan boshla. Avvalo shu yeringni boyit. Bolam, imorat balandligi bilan emas, poydevori bilan mustahkam turadi. Hammasini boshidan boshla. Hammasini boshidan boshlashga tayyormisiz? Tayyorman.